ko'pchilik erkaklar ayollarni yomonlaydi-da. Sabr qilsa qasr bo'lib ketardi, sabr qilsa baxtli bo'lib ketardi. O'zi sabr qilmagan, ayol kishida ayb, ayolda ayb deydi-da. Eshit, o'sha ayolda ayb deydigan erkaklar sanlar eshit. Bitta qiz katta bo'ladi, ota-onasi yarab yulqab katta qiladi. Uni turmushga beradi, sepini qiladi, qo'lidan kelgancha qiladi sepini. Mana undan keyin turmushga chiqadi. 3 kundan to'ydan 3 kundan keyin boshlanadi. Sarpa unday bo'pti, sarpa bunday bo'pti, mebel unday bo'pti, mana bo'pti, qaynona kovlashni boshlaydi. Qaynonani cho'pi bilan yaratib qo'yganda nima qiladi? Kovlaydi, janjal chiqaradi. Undan keyin nima qiladi? O'g'liga gaz beradi, o'g'li nima qiladi? So'kadi, ichib kelib uradi, o'zini mastlikka olib uradi. Keyin kamiga ana qaynapa qaynsinglar keladi-da, turtkilab ketadi. Voy, sizda unaqa ekan, mana ahvolni qaraydi, mana turtkilab ketadi. Hammasiga chidaydi haligi bechara. Hammasiga chidaydi, homilador bo'ladi. Bechara yegisi kelgan narsani ham qaynonam zahar gapiradi deb yalmay o'tadi. Hammasi emas 80%. 20% bor, yaxshi zo'r bu buni qilayotganlar bor 20%. Ash o'zbeklarni olib gapiryapman. Undan keyin hali bechara homilador bo'lib bola tug'adi. Ana undan keyin yana g'iji, ana u er, deydi, xotinim deydi, semirdi, yomsam tug'di, o'zgardi, boshqa qildi deb ko'chaga boradi, boshqasi bilan yurib kelib, bunga so'kadi, uradi. Nima qilarkan oxiri? Chidalmay ota-onasining uyiga ketadi u. Nima qilsin boshqa? Ayol kishini itday xo'rlash uchun emas, qadrlash uchun beriladi ayol kishini. O'sha ana ayol kishiga qo'l ko'taradigan erkaklar bor-ku, o'shalarga bitta gapimda, zo'r bo'lsang, shu darajada zo'r bo'lsang, borda o'zing tengingga, ana vesingga, o'zingda holatingga tenglari bo'ladi, mana ringga qo'yiladi bilasizlarmi? Kilos bilan kilosini to'g'rilab turib qo'yiladi. Ana shaqasini topdi, borib birga bir solish. Ko'raman, kalt deysanmi, nima qilasan ekan? Shunaqangi erkak deyishga ham uni qilmaydi, bu ayol kishiga qo'l ko'targan erkak deyilmaydi. Shunaqa gaplar. Xulosa o'zingizlardan